O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri 2023-yil 1-maydan e'tiboran kuchga kirdi. Bunga 30-aprel kuni bo'lib o'tgan referendum natijasiga ko'ra 11 ta moddadan iborat tegishli qonunning qabul qilinishi asos bo'ldi. Bu qonunning 1-moddasiga Konstitutsiyaning yangi tahriri ilova qilingan. Bunga qadar 1992-yildan buyon Konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartirish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman rasmiylarga ko'ra Konstitutsiya 65% ga yangilangan. Quyida Kun.uz nazaridagi eng muhim 10 ta yo'nalishda ro'y bergan o'zgarishlar hujjatdagi ketma-ketlik bo'yicha keltirib o'tiladi. Konstitutsiyaning 1-moddasidagi O'zbekiston suveren demokratik respublika jumlasi quyidagicha o'zgartirilmoqda. O'zbekiston boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Boshqaruvning respublika shakli davlat hokimiyatining oliy organlari xalq tomonidan muayyan muddatga saylanishini anglatadi. Suveren davlat o'z hududida to'la-to'kis mustaqil hukmronlik va mutlaq yurisdiksiyaga ega bo'lish demakdir. Demokratiya esa xalq hokimiyatini ifoda etib, davlat boshqaruvida saylanish va o'z vakillarini saylash orqali barchaning teng huquqli ishtiroki ta'minlanishini ko'zda tutadi. Huquqiy davlatda barcha jarayonlar qonuniy asoslar ustiga quriladi. Davlat xizmatchilaridan huquq doirasida fikrlash, barcha masalalarga huquqiy ko'z bilan qarash talab etiladi. Qolaversa, huquqiy davlatda barcha fuqarolar qonun oldida teng bo'ladi. Davlat hokimiyatining oliy organlari ham qonunlarga bo'ysunadi va qonunlarning muqarrar ijrosini ta'minlaydi. O'zbekiston o'zini ijtimoiy davlat deb e'lon qilishi bilan har bir fuqarosiga munosib turmush kechirishi uchun shart-sharoit yaratish majburiyatini olmoqda. Bu mavjud resurslarni ijtimoiy adolat tamoyillari asosida taqsimlash, jamiyatda kuchli tabaqalanish avj olishiga yo'l qo'ymaslik, eng zaif qatlamlar uchun ham sifatli ta'lim va tibbiyot kafolatlanishi, samarali ijtimoiy himoya dasturlari ishlashi, imkoniyati cheklangan va qo'llovga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, adolatli mehnat qonunchiligi va jozibador pensiya tizimi kabilarni anglatadi. Oddiyroq aytganda, eng kambag'al oilaning bolalarida ham sog'-salomat o'sib, ulg'ayib, yaxshi ta'lim olib, farovonlikka erishish imkoniyati bo'lishi kerak. Dunyoviy davlatda davlat va din bir-biridan ajratilgan bo'ladi. Davlat diniy e'tiqodidan qat'iy nazar barchaga bir xil munosabatda bo'ladi. Dinga oid masalalarda neytral pozitsiyani egallaydi. Yangi Konstitutsiyaning 154-moddasi bilan 1-moddadagi qoidalarni qayta ko'rib chiqish mumkin emas deb belgilandi. Xuddi shuningdek, 154-moddaning o'zidagi aynan shu qoidaga oid band ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. Boshqacha aytganda, bu norma O'zbekiston hech qachon demokratiyadan voz kechmasligi, huquqiy davlatchilikka sodiqligi, monarxiya yoki islomiy respublikaga aylanmasligini nazarda tutadi. o'n 15-moddaga quyidagicha qo'shimcha qo'shildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. Konstitutsiyaning to'g'ridan to'g'ri amal qilishi fuqarolarga nafaqat qonunlar, balki bevosita Konstitutsiyadagi normalarga ham asoslangan holda ish olib borishga, xususan sudga murojaat qilishga imkon beradi. Referendumda qabul qilingan qonunga binoan Oliy sud 3 oy ichida tegishli plenum qarorini qabul qilishi kerak. Bu qaror asosida sudlar tomonidan Konstitutsiya normalarini to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi hujjat sifatida qo'llash yuzasidan yagona sud amaliyoti joriy etiladi. Yangi Konstitutsiyaning 19-moddasi fuqarolarning jinsi, millati, mavqei va hokazolardan
qat'iy nazar qonun oldida tengligi haqida. Bu moddaning ikkinchi qismi quyidagicha o'zgarmoqda. Eski imtiyozlar faqat qonun bilan belgilab qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart. Yangisi esa imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanadi va ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart. Bu bilan konstitutsiyaning amalda ishlamay kelgan normalaridan biri real voqelikka moslashtirilmoqda. Amaliyot shundaki, turli jabhalardagi imtiyoz va preferensiyalar nafaqat qonunlar asosida, balki ko'p holatlarda qonunosti hujjatlar, qaror va farmonlar asosida berib kelinyapti. Konstitutsiyaning yangi tahririga asosan inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi. Ijtimoiy munosabatlar cheksiz shakllarga ega. Ularni normativ huquqiy hujjatlarda to'liq kodifikatsiya qilib chiqish amalda imkonsiz. Endilikda qonunchilikda aniq belgilab qo'yilmagan masalalarda ziddiyat yuzaga kelsa, masala inson foydasiga hal etiladi. Bundan tashqari turli hujjatlarni yuritishda davlat organlari tomonidan xato kamchilik o'tgan taqdirda, masalan, pensiya ta'minlashda tegishli hujjatlar bazadan topilmay noaniqlik yuzaga kelganida ham vaziyat fuqaro foydasiga hal etilishi kerak. Huquq va erkinliklarning cheklanishi masalasi avvalgi konstitutsiyada quyidagi ikkita norma bilan tartibga solingan edi. Insonning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklari daxlsiz hamda ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. Fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart. Konstitutsiyaning yangi tahririda yuqoridagi ikkita norma deyarli o'zgarishsiz saqlab qolindi. Shu bilan birga quyidagicha yangi norma qo'shildi. Insonning huquq va erkinliklari faqat qonunga muvofiq va faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqini, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta'minlash maqsadida zarur bo'lgan doirada cheklanishi mumkin. Cheklovlar bo'yicha bu me'yorlar so'z erkinligi huquqiga ham tegishli, ya'ni axborot izlash, olish va tarqatish huquqi faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholi sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligi va tartibini ta'minlash, davlat sirlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirning oshkor etilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida cheklanishi mumkin. Ta'kidlash lozim, ijtimoiy axloq tushunchasi O'zbekiston qonunchiligiga hozircha kiritilmagan. Mazkur modda bo'yicha inson huquqlari jamoat tartibini saqlash maqsadida cheklanishi bo'yicha ham vakolatli organning huquqiy sharhiga zarurat bor. Konstitutsiyaga o'qituvchilar haqida yangi modda qo'shildi. U 2 banddan iborat. O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. Shu tariqa ustozlar huquq sohasi vakili bo'lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi. Konstitutsiyada nomi keltirilgan o'qituvchilardan boshqa kasb egalarining barchasi huquq sohasi vakillari. Boshqa holatlarda kasb egalari emas, sohalar haqida gap ketgan. O'zbekistonda 2022-yildan e'tiboran qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish boshlangan. Shu bilan deyarli bir vaqtda o'tgan yili e'lon qilingan yangi konstitutsiya loyihasining birlamchi versiyasida
qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni xususiylashtirish mumkin emasligi ishora qilingan edi. Yakuniy talqindan bunday cheklov olib tashlandi va yerni xususiylashtirishga oid norma quyidagicha shaklga keltirildi. Yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta'minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo'lishi mumkin. Bosh qomusning o'tgan yili e'lon qilingan birinchi loyihasida unga quyidagicha jumlani kiritish taklif etilgan edi. Iqtisodiy faoliyatda insofsiz raqobatga, monopollashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Yakunda bu boradagi normalar quyidagicha ko'rinish oldi. Davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi. Monopol faoliyat qonun bilan tartibga solinadi va cheklanadi. Shuningdek, hujjatning birlamchi loyihasida mavjud bo'lgan xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi hamda bekor qilinmaydi degan norma ham oxir-oqibat konstitutsiyaga kiritilmadi. Avvalgi konstitutsiyaning ommaviy axborot vositalari nomli bobi bitta moddadan iborat edi. Unda shunday deyilgandi: ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Yangi konstitutsiyaga ko'ra bu bob ikkita moddadan iborat bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ish olib boradilar. Davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini kafolatlaydi. Ommaviy axborot vositalari o'zi taqdim etadigan axborotning ishonchliligi uchun javobgardir. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Asosiy yangilik, ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik uchun javobgarlik konstitutsiya darajasida belgilandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va jinoyat kodekslariga tegishli javobgarlik kiritilishi haqida 4-5 yildan beri gapirib kelinadi. Lekin ularning barchasi og'izda va qog'ozda qolib ketmoqda. Endilikda referendumda qabul qilingan qonunga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi qonunchilikni yangi konstitutsiyaga moslashtirish dasturini 2 oy muddat ichida ishlab chiqib, parlamentga kiritishi kerak. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasiga binoan prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Prezidentning davlat boshlig'i maqomi ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi haqidagi qoida, prezidentning qasamyodi matni va prezidentga taalluqli boshqa aksariyat normalar o'zgarishsiz qoldirildi. Ma'lumot uchun, prezidentning vakolat muddati 2003-yilda ham 5 yildan 7 yilga o'zgartirilgan. 2011-yilda esa qaytib 7 yildan 5 yilga tushirilgan edi. Bosh vazir nomzodini endi prezident taqdim etadi. Prezident bosh vazir nomzodini taqdim etishdan oldin parlamentga kirgan barcha partiyalarning fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o'tkazishi belgilandi. Qonunchilik palatasi prezident taqdim etgan nomzodni ko'rib chiqadi. Agar deputatlarning yarmidan ko'pi ma'qullasa, bosh vazir lavozimiga tasdiqlanadi. Agar deputatlar nomzodni 3 marta rad etsa, prezident bosh vazirni tayinlab, qonunchilik palatasini tarqatib yuborishga haqli. Avvalgi tartibga ko'ra, bosh vazir nomzodini qonunchilik palatasida eng ko'p o'rinni egallagan partiya taklif qilar. Prezident ma'qullagach, nomzod 2 palata tomonidan tasdiqlanishi talab etilardi. Senatorlar soni 100 nafardan 65 nafarga tushiriladi. 14 ta hududdan 16 nafar emas, 4 nafar senator saylanadi. Prezident tomonidan tayinlanadigan senatorlar soni 16 nafardan 9 nafarga qisqaradi. Bu o'zgarish 2024-yilda bo'ladigan parlament saylovi vaqtida kuchga kiradi. Qonunchilik palatasi deputatlari sonini oshirmaslikka, o'zgarishsiz qoldirishga qaror qilindi.
Bosh vazirni tayinlash va unga ishonchsizlik votumi bildirishda Senatning ishtiroki bekor qilindi. Endilikda buning uchun deputatlar umumiy sonining 3 dan 2 qismi ovoz berishi yetarli. Bundan tashqari Qonunchilik palatasi hukumat a'zolarini iste'foga chiqarish to'g'risida prezidentga taklif kiritish vakolatiga ega bo'ladi. Bosh vazir va hukumat a'zolarining hisobotlarini eshitish ham quyi palataning vakolatiga o'tkazildi. Korrupsiyaga va monopoliyaga qarshi kurashish organlari rahbarlarini prezident taqdimiga binoan saylash Senatning vakolatiga kiritildi. Senat shuningdek eng yuqori rangdagi sud mansabdorlarini saylaydi. Bosh prokuror va hisob palatasi raisligiga nomzodlarni ko'rib chiqib ma'qullaydi. Davlat xavfsizlik xizmati raisligiga nomzod bo'yicha prezident bilan maslahatlashuv o'tkazadi. Markaziy bank raisini tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi. Xorijdagi asosiy diplomatlarni tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi. Bundan tashqari Senat mahalliy kengashlarning qonunga zid qarorlarini bekor qilish vakolatiga ega bo'ldi. Qonunchilik palatasi qonunlar bo'yicha qo'shimcha vakolatga ega bo'ldi. Unga ko'ra endilikda Senat qonunni ma'qullash yoki rad etish to'g'risida 60 kun ichida qaror qabul qilmasa, Qonunchilik palatasi qonunni prezidentga yuboradi. Qonunlarning prezident tomonidan imzolanishi va e'lon qilinishi uchun belgilangan muddat 30 kundan 60 kunga uzaytirildi. Prezident tomonidan qaytarilgan qonun parlament palatalari tomonidan yana qabul qilingan taqdirda prezidentning bu qonunni imzolash va e'lon qilish muddati o'zgarishsiz qoldirildi. Prezident muddatidan ilgari prezident saylovini tayinlashga haqli ekani belgilandi. Bundan tashqari Qonunchilik palatasi va Senatga palata a'zolarining kamida 3 dan 2 qismining ovozi bilan o'zini o'zi tarqatib yuborish vakolati berildi. Shuningdek, jiddiy voqealar ro'y berganida ikki palata qo'shma qaror qabul qilgan holda parlament tekshiruvi o'tkazishi mumkinligi ko'rsatildi. Sudyalar muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmaydi. Konstitutsiyaga qo'shilgan bu norma bo'yicha ham huquqiy sharhga zarurat bor. Sudlar to'g'risidagi qonunda hisobdor tushunchasi uchramaydi. Konstitutsiyaviy sud sudyalari 10 yil muddatga saylanadi va qayta saylanishi mumkin bo'lmaydi. Avvalgi tartibga ko'ra bu muddat birinchi marta bo'lganida 5 yil, keyingisida 10 yil edi. Ayni bir shaxs sunkasiga 2 martadan ortiq lavozimni egallashi mumkin emasligi haqidagi qoida prezidentdan tashqari Senat raisi, Qonunchilik palatasi spikeri, Oliy sud raisi va o'rinbosari, sudyalar Oliy kengashining raisi va o'rinbosari, Markaziy saylov komissiyasi raisi hamda bosh prokurorga nisbatan ham tatbiq etilmoqda. Hokimlar va kengashlar raislari bo'yicha esa bu qoida surunkasiga 2 martadan ortiq aynan bitta viloyat, tuman yoki shaharda hokim yoki kengash raisi bo'lishni cheklaydi. Ya'ni bir shaxs surunkasiga 2 martadan ortiq turli hududlarda hokim yoki kengash raisi bo'lishi mumkin. Referendumda qabul qilingan qonunning 7-moddasi bilan barcha darajadagi davlat mansabdorlarining ayni paytga qadar egallab turgan muddatlari nollashtirildi. Ular lavozimlarini egallab kelayotganining surunkali muddatlari sonidan qat'iy nazar boshqa fuqarolar bilan teng ravishda xuddi shu lavozimlarga saylanish va tayinlanishga haqli deb belgilandi. Mahalliy davlat boshqaruvida vakillik va ijro etuvchi organlar bir-biridan ajratilmoqda. Bu boradagi hozirgi tartib hokimiyatning bo'linish va hokimiyat bo'g'inlarining o'zaro tegib turish prinsipiga zid. Bosh qomusning yangi tahririga asosan bunga barham berilib, mahalliy kengashlar saylanadigan vakillik organlari, hokimliklar esa ijro organlari deb belgilanmoqda. Shunga muvofiq quyidagi sanalardan boshlab hokimlarning kengashlarda raislik qilishiga barham beriladi. Viloyatlarda va Toshkent shahrida 2024-yilgi deputatlik saylovlari yakunlari bo'yicha, tuman va shaharlarda 2026-yil 1-yanvardan boshlab mahalliy kengashlar raislari kengash deputatlari orasidan 5 yil muddatga saylanadi. Hokimlar esa 5 yil muddatga tayinlanadi. Tayinlangan hokimni kengashlar tasdiqlaydi. Shu tariqa kengash raislari ham, hokimlar ham to'g'ridan to'g'ri aholi tomonidan saylanmaydi.
Eslatib o'tamiz, Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya islohoti haqida 2021-yil 6-noyabr kuni ikkinchi prezidentlik muddatiga kirishi yuzasidan inauguratsiya marosimidagi nutqida birinchi bor aytib o'tgan edi. Davlat rahbari o'sha yili dekabr oyida Konstitutsiya bayrami arafasida xalqqa yo'llagan tabrigida Konstitutsiyani yangilashlik g'oyat muhim strategik vazifani hal etishda 7 marta emas, 70 marta o'ylash zarurligini ta'kidlagan edi. 2022-yil may oyida Konstitutsiyaviy komissiya tuzilib, hujjatni yangilash jarayoni boshlandi. Rasmiylarga ko'ra, Konstitutsiya qabul qilingan kun sifatida bundan keyin ham 1992-yil 8-dekabr sanasi e'tirof etiladi. 8-dekabr bayram sanasi o'zgarmaydi.